Pullar ham osilgan bo'yniga. Mana pul ham beraylikmi? Berenini alıyor. Getiring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Hayot Media kanali ko'ruvchi muxlislar. Yana bir bor assalomu alaykum. Afg'onistonlik birodaringiz kanaliga xush kelibsizlar. Mana bu yer Afg'oniston Balx viloyati va To'qoy qishlog'i bo'ladi. Mana bugun bizning qishlog'imizda sunnat to'yi bo'lib o'tyapti. Mana sunnat to'y, Afg'onistonda sunnat to'ylari qanday bo'lib o'tadi? Inshaalloh shuni birma-bir ko'rsatib o'tamiz. An'analar va rasm rivojlar, Afg'onistonda turkman to'ylar, dehqonchilik hammasini ham inshaalloh mana shu kanalda videolarni olib boramiz. Kanalimizga yangi bo'lsangizlar, kanalimizga like bosib, obuna bo'lib qolishni unutmanglar. Hozirdan rahmat hammaga, bo'lmasam mana sunnat to'yiga qarab ketyapmiz. O'shani ko'rsatamiz inshaalloh. Kanalimizga like bosib, obuna bo'lib qolamiz. Hozirdan rahmat hammaga. Mana bizdagi sunnat to'ylar hozir mana bizlarda sunnat to'ylari qanday bo'lib o'tadi? Mana uzoqdan yaqindan mehmonlar mana shunday keladi, sunnat to'yga aytiladi. Nima qishloqqa aytiladi, shu 5-6 qishloqqa aytiladi. Hamma kelsin deb, hamma keladi ekan mana shunaqa. 1 yashardan 5-7 yashardan 70 yashargacha keladilar. 5 yashardan 70 yasharmidi, mana shunaqa. Mana shunaqa to'shaklar yozilib, mana shu yerga uzoqdan keladiganlar bu qishloqdan mana hozir ham kelyapti, to'shakka o'tiradilar mana shunday. Bizdagi sunnat to'ylar, Afg'onistonda sunnat to'ylar qanday bo'lib o'tadi? Bir ko'rsatamiz. Mana bu bola ham sunnat bo'ladigan bola. Mana sunnat bo'ladigan bolani otasi. Tashlar deydi yana. Bu tecrübeden bo'lmadi. Bu ham Afg'onistondagi yashayotgan turkmanlarning hayoti. Turkmanlar Doğanım gerekli, saçalım gerekli. Yeni ölecek değil mi? Şahanlar gel. Aman. İkir. Yemem mi? Nerede var? Al kelime yetmedi. Saç. Şirega kelmeden yetmiyor. Yorum karbaydı ne? Hele muratlar bu gece motosikletim var. Haber. Ver gel. Mana bu ham Kabir, odin Kabirmi? Kabir boy, mana shu sunnat bo'ladigan bo'la mana. Qaranglar. Oppoq kiyim, yangi kiyimlar. Mashallah, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Keyin pul beramiz bunga, pul inshaalloh. Qaranglar, bizdan kulib o'tiribdi mana sunnat bo'ladigan bo'la. Ismi ham Kabir. Muhammad Kabir. Maşallah, havo ham juda issiq. Quyosh ham charaqlab turibdi, quyoshlar.
Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qalaysiz, yaxshimisiz? Mana Shukr jonim, jo'rim baxayrmi? Davud og'a mahalla raisimiz bo'ladi. Bu yerda nima bo'lyapti Davud og'a? Bu yerda Xudo shukr mana sunnat to'y bo'lib yotdi. Afg'onistonda sunnat to'y shunday bo'lib o'tdimi? Afg'onistonda mana sunnat to'y shunday bo'lib o'tib yotdi. Mana hamma yerlar joq Xudo shukr odamlar ham mana kelib gidib ichib yur. Ha, mana deysan azoqdan so'ng mana palovon berajak bular. Palov ishding ha? Ha, palov ishda. Bu narqam hammam gelmeng buna ya ara aydilaymi? Yo, bugunda ara aydilanan ba bugun deysan hamma gelmelaydilar buna. Ha, uyning ichi bilan 7 yoshdan 70 yoshgacha kelib görmelar. Hamma gelmeli kendan xulosa. Agar kelib yemasa bo'lsa buni o'zimda dana. Bo'ldi, rahmat. Uynet bir bo'lsa billagan quvvatim yo'q. Mana shura kelmeysa bo'lsa ham hayli palov teppe tayyordir. Nadvisi barın jan do'g'on. Palov tayyor bo'ldimi? Berdiymangdan. Osh tayyor bo'ldimi Davud og'a? Osh teppe tayyor. Mana adamlarning biylarim kelmedi. Bo'lsa kelar sholar kelsin. Osh tashlab berajak bular. Osh so'zamiz ha inshaalloh. Ha, ibarsa nadvisi ibarsa yatbiya turbi yo'li o'z ixtiyori. Rahmat Davud og'a, rahmat. Mana bu ham Davud og'amiz mahalla raisi bo'ladi. Ishlaringizga omad Davud og'a, rahmat. Almana gayulaka namalama jardan kero dispida. Gayulaka geldi gayulaka. Jardan ka. Yodi şimdi bitir tayar olunsa iyisini alıp geldin mi? Öteyim ben. Gel he. Kapak inanma. Zabiyulloh Shukuriy mana buni ham taniganlar bordir. Zabiyog'a Shukuriy bizni ashaddiy muxlislarimizdan, bizning qishloqdan har doim efirimizda bo'lib turadi. Zabiyulloh Shukuriy og'amiz ham. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Doktor aka xush kelibsiz, doktor og'a. Mana bu ham sunnat qiladigan doktor og'amiz bo'ladi. Sunnatni mana shu doktor og'amiz qiladi. Boravering doktor og'a, boravering. Tushay qo'yilgan, yozilgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh keldingiz Vali og'a. Vali og'a bir kag'oz gaplar bering shu yerda. Vali og'a bu yerda nima bo'lib yoting bu? Bu yerda mana o'g'illar elini hala sunnat edilar. Ha. Shu sho'ng'ishim mana berdim xalqlar jemlabdan biroz nandiringlar. Hala bering ha, ash pishirib. Ash pishiringlar, nandiringlar. Sho'ng'ishim jemlab edilar. Tashakkur Vali og'a. Allah razı olsun. Aydan yok gerçekten. Murat, nereden geldin? Şurada bir tem Aman mı? Efendim. Getir abi.
Mana shunday 2 kishiga bir tovoq shunday palov so'nadi. Sunnat bo'ladigan ukamizning otasi bo'ladi. Molla akamiz. Molla Musa dedi, Molla Musa akamiz. Hozir mana fotqol keladilar. Hadi o'tiravering, o'tiracakda mi? Mana sunnat bo'ladigan bola bu. Hozir fotiha oladilar. Hozir hammadan fotiha olib chiqadilar. Mana sunnat to'ylar mana shu bo'lib sunnat bo'ladi bizda. Mana da ya. Go'sht nima go'sht? Go'sht. Go'sht bilmadim men. Go'sht go'sht. Mal go'sht ekan ha? Buqa go'shti, buqa so'yilgan buqa go'shti. Turkman o'zbek palovlari. Afg'onistondagi yashayotgan turkmanlarning hayoti bu, hammasi turkman. O'zbeklar ham bor. Afg'onistonda o'zbeklar aholisi 5 million. Lekin Afg'onistonda boshqa chekka atroflarida yashaydi o'zbeklar. 5 milliondan ko'p aholisi, o'zbek aholisi ham Afg'onistonda. Qalaysan ukam, yaxshimi? Tinchmi? Qayerga kelding? To'ymi bu? Nima to'y bu? Sunnat to'yga keldingizlar ha? Mashalloh. Isming nima? Muhammad Ibrohim. Necha yoshingda sen? 14. Mashalloh, mashalloh. Bu ham ukangmi? Mashalloh, mashalloh. Sunnat bo'ladigan bola ham jo'rang bo'ladimi? Tanishingmi? Oshnang bo'ladimi? Ha, sen oshnang bo'lmaydimi? Sen o'zing kelgansan sunnat to'yga. Mashalloh. Palov yedingmi? Hozir palov ham keltiramiz. Bora. Ketme. Ketme. Thank you. Kevilansın, ketçekoli, kevi. Kevilansın, ketçekoli. Çünkü kesme. Temizden kardeş ver şu. Hırlen belaş ver oğlum. Palavru var. Çok koyamadı. Semeda palov, nima palov bu? Ana Türkmence palav. Turkmen palov, ha. Lök palov deyish, o lök palov.
Dillerini yer. Voy, bitirib atay maşallah. Palav mısın palav dey.